har doim ozasiz, keyin 2 baravarga semirib ketasiz. Ozish eng osoni, eng qiyini vaznni ushlab turish. Agar siz ham ozib, keyin yana semirib ketadigan bo'lsangiz, birinchi navbatda shu 3 ta narsani qilib olishingiz shart. Birinchisi, o'zi nima sababdan semirib ketayotganingizni aniqlang. Bu gormonlardanmi yoki ichinglaringizdanmi? Agar gormonlardan bo'ladigan bo'lsa, uni to'g'rilang va kundalik yog'li ovqatlansangiz ham ozib ketaverasiz. Ikkinchisi bo'lsa, aytib o'tganimdek, yog'liqqina ovqatlaning. Sababi agar parlangan, dimlangan, kam kaloriyali, yog'siz ovqat iste'mol qilganingizda to'qlik hissi bo'lmaydi va tez-tez ovqatlanganingiz hisobiga ham insulin gormoningiz ko'tarilib ketadi. Bu bo'lsa vaznni yo'qotishga emas, aksincha qo'shib olishga olib keladi. Uchinchisi bo'lsa, uyqu. Hech qachon vaqtida, vaqtli uxlamaguningizcha hech qachon sizni gormonlaringiz ham to'g'rilanmaydi va ozmaysiz ham. Sababi bizani yog'larimizni yoqib beruvchi, eritib beruvchi gormon kechki 10:00 da ishlab chiqariladi. 10:00 gacha uxlamas ekansiz, ozishni orzu qilmasangiz ham bo'ladi. Aynan qisqa vaqt davomida qayta semirmaydigan bo'lib, ideal qomatga erishishni xohlaydiganlar uchun men dars tayyorlaganman. Dars mutlaqo bepul. Darsni ko'rish uchun kommentariyaga 5 raqamini yozib qoldiring.